Shoshilinch xabar. O'zbekistonda metan zapravkalar 24-dekabr kuni ham 10 soat faoliyat yuritadi. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda metan zapravkalar 24-dekabr kuni ham hafta boshida belgilanganidek 10 soat davomida ishlaydi. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu sanada yoqilg'i quyish shoxobchalari soat 10:00 dan 16:00 ga qadar faoliyat yuritadi. Farg'ona vodiysi esa zapravkalar ish vaqti hokimliklari bilan kelishilgan holatda gaz bosimidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Buning asosiy sababi gaz bosimi pasaygan vaqtlarda vazirlik va hokimliklar tomonidan birinchi navbatda aholi jamoat transportlari hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz yoqilg'i bilan uzluksiz ta'minlash hisobga olinadi. Ya'ni jamoat transportining barqaror ishlashi, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar hamda aholi ehtiyojlarini qondirish ustuvor vazifa hisoblanadi, deyiladi vazirlik xabarda. Aynan shu sabab bilan gaz ta'minotidagi umumiy holat bosim darajasi va iste'mol hajmidan kelib chiqqan holda mahalliy hokimliklar bilan kelishiladi. Bu chora gaz resurslaridan oqilona foydalanish va barcha sohalarda barqaror ta'minotni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun Energetika vazirligi zapravkalarning har kungi ish faoliyati rejasini e'lon qilib bormoqda. Cheklangan ish vaqtlariga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.